Assalomu alaykum. Aka Assalomu yaxshimisiz? alaykum. Tinchmisiz? Rahmat, Ishlaringiz yaxshimi? Sels qidirib chiqqan edik bozorga reklama qilishga aka. Bitta bor ekan, shuni ko'rib keldik aka yo'lingizga. Yil nechi buni aka? 23 yili, 35 mingta halol probegi bilan, kraskasi toza, tonirovka ruxsatlari, noshka qilingan, mягкий ballonlar. Moshincha ideal holatda. Faqat minib haydash kerak. Koja salon bo'ladi, ha bu aka? Koja Bu salon, nechinchi pozitsiyasi? Bu ikkinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiya, ha? Moshincha chotki. Narxi qancha aka? Buni narxini ayting. Bo'ladigani 20500 ga beramiz. Maza qilib haydashda faqat tamom. Buni haydash kerak. Ha. 20500 bo'lishi buni. Bo'lishi. Oxiri 20500 bozor qilib o'tirmaymiz. Qolgani shu narxga. Yana mana bu yerda o'tib bersalar kerak. 2023-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya Sels avtomashinamiz. Kraskalari toza, 35 mingta halol probegi bilan, tonirovka ruxsat, mягкий ballon, noshkalari o'rnatilgan ekan. Rasxodi yo'q. 20500 dollar yana savdosi bor menimcha. O'z telefon raqamlarini qoldirib o'taman. Telefon qilib gaplashib oling.